Raskep qilgan insonlarni tepish nima uchun shuncha qiyin? Nemishqa shuncha ko'p kishilar o'zining ko'z qarashini ifodalashdan voz kechidi yoki qo'rqidi? Yaqin zamonlardan beri biz atrofimizdagi nurg'un kishilarning raskep qilishdan qechayotganligini his qilyapmiz. Bo'libmi xizmat, oila, do'stlik va nurg'un ijtimoiy faoliyatlarda kishilarning oldimizda bir xil va orqamizda boshqa ekanligini tunib yetyapmiz. Va yana ba'zi kishilarning ijtimoiy va ommaviy suhbatlarda, sotsial medialarda o'zining maydonini, ko'z qarashini, nimaga ishonganligini, kimlarni yaxshi ko'rib, kimlarni o'ch ko'rganligini ifodalashdan qechayotganligini his qilyapmiz. Buning sababi nima? Buning o'rtaq sababi biz kishilarning o'zining ko'z qarashini ifodalashga yo'l qo'ymayapmiz. Kishilarda bir xil ijtimoiy qo'rqinch paydo qilyapmiz. Kishilarning o'zi to'g'ri deb qaragan qarashga, uning sababini tushuntirishga, uning bilan normal, sog'lom bir dialog yaratadigan bir muhitni asta-asta yo'qotib qo'yapmiz. Fikri o'xshamagan kishilarni org'ilib qamchilab, uningga turli qalpoqlarni kiygizib qamchilayapmiz. Bu umumyuzlik sog'lom bo'lgan bir ijtimoiy muhitning yo'qilishiga turtki bo'ladi. Agar kishilar o'zining ko'z qarashini ifodalamasa, biz ularning to'g'ri bo'lgan ko'z qarashidan mahrum qolamiz. Yangi narsani egallayolmaymiz. Ularni o'zining qanday narsaga ishonganligini, o'zining ichida qanday yangi bir dunyoning borligini biz bilan o'rtoqlashishdan, oshkorlashdan mahrum qoladi. Bu hammamiz uchun o'rtaq bir ziyonlik. Biz shunday bir ijtimoiy muhitga muhtoj. Kishilar xotirjam holda o'zining bizning ko'z qarashimizga qo'shilmaydiganligini hurmat bilan, ishonch bilan, pokit bilan deyaladigan bo'lishi kerak. Bizmi ularga agar qo'shilsak, uning fikriga, pokitiga asosan uni hurmat qiladiganligimizni, agar qo'shilmasak, o'zimizning ko'z qarashimizda qoladiganligimizni, maydonimizning pokit va isbot bilan tik turadiganligini isbotlay oladigan, normal dialog bilan, normal aloqada bo'la oladiganligimizni ifoda qila olishimiz kerak. Bu har ikki tarafning taraqqiy qilishi, jamiyatning o'zaro tushunishi, insonlarning taraqqiy qilishi uchun intayin muhim. Aloqa, til necha ming yildan beri insonlarning taraqqiyoti uchun, normal ravoji uchun, yuksalishi uchun eng muhim va jiddiy shart bo'lyapti. Vaholanki oramizdagi qo'rqinch, hukm qilish, siqib chiqarish, o'rtaq hujum qilish u insonlarning o'zining ko'z qarashini ifodalashdan, mustaqil iddiasini oshkorlashdan, biz bilan o'ziningki yangi, o'zgacha, foydali, qimmatli fikrlarni o'rtoqlashishni qochiryapti. Bu hammamiz uchun o'rtaq yo'qotish. Biz barobar, ochiq, pokitlik, ilmiy va madaniy bo'lgan suhbat muhiti barpo qilishimiz kerak. Bu hammamiz uchun o'rtaq foydali. Bu suhbatga hamma odam qo'shilishi kerak. U mayli konservativ, muhofizakor bo'lsin, an'anachi bo'lsin va yoki zamonaviy, modern iqlimdagi shaxs bo'lsin. U janubda cho'ng bo'lsin, shimolda cho'ng bo'lsin, ziyoli bo'lsin, dindor bo'lsin, hammasi barobar, erkin, ochiq oshkora fikr qiladigan bo'lishi kerak. Faqat shundoq muhitlar bu jamiyat taraqqiy qildi. Bir-birini tushundi, bir-biridan o'rganadi. Hamma odamning bir-biriga cho'qim %100% qo'shilishining hojati yo'q. Faqat bir-birini tushunishi shu yetarli. Bu tushunish insonlarning bir-biriga bo'lgan o'chmanlikning oldini oladi. Va xato qaror chiqarib, boshqalarga suiqasd qilishning oldini oladi. Agar tushunmaganda, normal va sog'lom fikr almashtirmaganda bu jamiyatning taraqqiyoti, yuksalishidan, do'stona va ilmiy muhitidan ig'iz ochqilib bo'lmaydi.